Biz hozir geometrik progressiyani yerimizni topish formulasini qo'llashga kiramiz. Ya'ni Sn barobar minus b2 minus b minus bn. Ya'ni formulasi quyidagicha: Sn barobar u darajasida n minus 1 taqsim u minus 1. Ya'ni formulasi shu bo'yicha yoziladi. Bu yerda mahraj birga tengmas kerak. Aniqlik sohasi bo'yicha biz mana shu formulani topishga kiramiz. Buning uchun biz formulani yozib olamiz. Sn degani Sn b1 minus b2 degani b1 ko'paytirilgan u minus b3 degani b1 uning kvadrati bitta darajaga kamayib ketaveradi. Ya'ni b2 degani b1 uning birinchisi, b3 degani b1 uning kvadrati va hokazo. Minus bn degani birinchi b1 yoziladi. Darajada 1 aylanadi. Bu darajasida n minus 1. Ya'ni shu ko'rinishda yoziladi. Xo'p, endi ikkala tomonga ham men qo'lni ko'paytiradigan bo'lsam, qo'l ko'paytirilgan Sn teng b1 u minus b1 uning kvadrati minus mana bu b1 uning kubi bo'ladi. Minus hokazo minus b1 uning n'si hosil bo'lib qoladi. Undan oldingi hadisa b1 uning n minus 1'si. Xo'p, qisqarib ketadi. Bu yerda b1 ikkalasini ayirib beradigan bo'lsak, ya'ni pastdan tepani ayiramiz. Q ko'paytirilgan Sn minus Sn teng. Xo'p, bundan bu ayiradigan bo'lsa qisqarib ketadi. Bir boshdan qisqarib ketib, bundan olib ketadi. Ya'ni b1 uning n'si minus b1 qolib ketadi. Ya'ni endi bu yerdan tashqariga chiqaramiz Sn. O'xshash holda tashqariga chiqadi. Buni joyda havasini tashqariga chiqaramiz, ichkarida u qoladi. Minus Sn joyida 1 qoladi. Teng. Bundan ham b1 tashqariga chiqaradigan bo'lsak, bu darajasida n minus 1 hosil bo'ladi. Endi biz bu yerda Sn topadigan bo'lsak, quyidagi formula hisoblanadi. b1 ko'paygan u darajasida n minus 1 mahrajda u minus 1. Ya'ni formula hisoblanadi.